Mol qanchalik ozishni iloji shuncha ozdirgan ekan-da. Hali mol ko'sh qaytarishga ham yaramasın. Suti bor deb qo'yapti. Suti bor deb qo'yapti egasi. U qoni bormi o'zi buni o'zini? Bor bu nima bu desa mol dedi. Molni sifatidan chiqib ketgan-da. Aka 5 litr suti bor. Buni qoni yo'q dedim. Maramaydi dedim. Marashga aka quvvat o'zi. Bu molingiz dedim oyog'ini devorga tirab, shu yarim marta marab olar ekan. Ya o'tirib. Marashini sut berishini qo'ying. Bu mol yotsa tuyoladi. Yo talpalda ko'tarib qo'yish kerak. Bittasi oldi uni shu 1300 so'mgami? Uyga olib borgan ekan, darvoza onasidan tomda yashab ko'rinib turgan ekan-da. Shotidan chiqib ketayotganmish haligi mol. Ya debdi, uyga olib kirib. Keyin hali tekmahal terib qilib boshqa qilib boqqanda, hali mol odamni ko'ziga qaray olmasdi, uyalgan. Biz shu yemishlarga yarasha xizmat qilyapsanmi-ki? Haligi mol-da. Hali odam har kuni og'riga borsa, qulog'iga bo'laveramiz-da. Bunga bunaqa qilaveramiz. Uyalayotgan ekan.